kilish oldib turayotgan otlar bayramlik, anlar bayramlik, qandaq sovg'atlarni berishni bilmay qolgan bo'lsanglar, bu filmni diqqat qilinglar. Qo'limdagi rasm bo'lsa, shu cho'ng dadasi, uning o'g'li, andan ikki nevrasining rasmi. Ya'ni ayrim-ayrim ta'minlagan bir yerga kelib turib siz bersangiz, shu yo'ldoshim sovg'at qilatdim. Deylik uchun bir yerga kelib turib siz berdim. Shunchaki chiroyli chiqdi-ya. Buni hozir cho'nglar ko'rsin shunday xush bo'ldi. Hesabda 3 avlod, o'g'li, dadasi, ikki o'g'li. Hammalar shunchaki o'xshaydi ekan-a. Ma ikki o'g'lining kilishlarini shunday chiroyli kiyimlardan tortib, naytdi moslashtirib siz berdim. Buyurtgan xaridomlar rozi bo'ldi. Hani shunday rasmlarni sizlamoqchi bo'lsanglar, davomli meni qo'ng'iroq qilishni unutib qolmanglar. Andan yana bir parcha rasm bor. Bu rasmni bir ota-onaning rasmi hozir Qashqardagi xaridorim. Shuni bir bog'jon qilib qo'ysangiz deganlik uchun o'zim joyiga bo'lmasam-mu, shunday qilib tayyor qilib qo'ydim. Buni hozir ketmoqchi. Rasm bayatımqi rasmda sal kichikroq chiqdi. Shunday rasmlarni buyurtmoqchi bo'lsanglar, menda davomli qilsanglar bo'ldi. Keyingi filmni ko'rishaylik.